Mana shu trasvo ekan, ha? İşimizni unumini bersin, ha? Xo'p. Boshladik. Polvon, bir piyola suv olib chiqing. Muzda suv ham bo'laveradi. Bu ajriqlarda har yili chopaversan, yana chiqaveradi. Hech tugamaydi. Rahmat. Xudoga shukr. Qornim ochib ketdi. Mehnatdan keyin hamma ovqat ham shirin tuyulaveradi-da. Buni katta-katta ye, sen ko'proq ish kerak. Har kuni bir xil ovqat yersiz ham medezga tayarkan. Mayli, boriga shukr. Qara, och. Xudo xolasa oz qoldi. Abitdan keyin qolganini ham tugatib yuborsak. Bonu o'ylab qarasam, seni ham ancha qiynab qo'yibman. Yo'q, unaqa demang. Ro'zg'orga hamma narsani ham muhayyo qilib bera olmayapman. Uyam yetmaganidek bir o'zim ro'zg'or tebratsam bo'lardi, Hanna yordam bo'lar deb shu ishga seni ham tortdim. Mana 4 yildan beri shu yo'lda piyoda borib, piyoda kelamiz. Zo'r joylarga borib ovqatlantira olmayapman. Meni kechir. Men shu sharoitda ham baxtliman. Siz bilan birga bo'lganimda hech qachon afsuslanmayman. Bu hayotim ancha to'kin hayotga almashman. Zo'r mashinada yurmasam ham, zo'r joylarda ovqatlanmasam ham, boriga shukr. Bu gapingizni hech qachon boshqa qaytarmang. Nasibiklar. Voh, chiroyliligini qara. Keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Shu velosipedlarga qiziqyapti edim. Niyat qilib qo'ydim, olaman deb. Va shu zo'rim tanlabsiz aka. O'zi как раз bugun bizda aksiyalarimiz ketyapti aka, yangi yilga. Hamma mahsulotimizni biz mijozlarimiz xarid qilsa, nomerlarini yozib, shu latotronimizga tashlab qo'yamiz aka, nomerlarini. Har bayramda bo'ladi aka. Xudo xolasa shuni ham sizga arzon narxda qilib beramiz. Formalar kiyib olsiz aka, qattiq ishlaysiz. Shu yo'l tozalashda ishlaymiz. Xotinim bilan 4 yildan beri shu yo'ldan borib kelib shu yerlarni tozalaymiz. O'zi ko'ryapman xolos, hozir olmoqchi emasman. Bu yildan keyin olaman, xudo xolasa. Aka, ehsonni bahosi o'zi ehsonli. Biz ham o'zi bugun hamma mahsulotlarimizni ehsonli qilyapmiz aka. Shu velosipedimizni keyingi yil emas, sizga bu yil xudo xolasa aka bepul olib ketishingiz mumkin aka. Yo'g'i. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shart emas. Yo'q aka. Chin ko'ngildan. Rostdan aka. Rahmat. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Rahmat. Dadasimi? Qayerdan oldingiz? Velosiped sotib oldim. Rostdan. Yo'q, Ipa do'koni yangi yil sovg'asi qilib bizga berdi. Endi bizga ham velosipedimiz bo'lardi. Uncha zo'r. Qalay? Zo'r. Narsalaringni ol, ketdik.